Bugungi videorolikda O'zbekistonda trend bo'lib turgan maymun podkastini qanday qilib tayyorlashni mutlaqo tekin o'rganamiz. Salom, sun'iy intellektga qiziqadiganlar. Bugun maymun podkastini qanday tayyorlashni birga o'rganamiz. Hammaga omad, like bosishni unutmang. Salom sun'iy intellektga va dizaynga qiziqadiganlar. Bugungi videorolikimiz videoni boshidagi effektga o'xshab wow bo'ladi, chunki aynan Instagramda portlatgan trend maymunlarni trendini qanday qilib tayyorlashni o'rgataman. Prompt tayyor. Birinchi o'rinda bu prompt o'zi qiyin prompt. Va bu promptni men mutlaqo tekin aynan Telegram kanalimga yuboraman. Aytgancha mana Telegram kanalim bor, MetaArts degan, mana 6161 ta bo'ldik va bu yerda men tekin promptlar va bu yerda mana qanday qilib nimalar tayyorlaganim, nimalar bilan bandman va bu yerda juda ko'plab ma'lumotlar bo'ladi. Va maslahat beraman aynan obuna bo'lishni. Demak, men bu promptni mana shu kanalda qoldiraman. Endi esa bu yo'nalish o'zi nima va nega aynan juda katta prosmotr yig'ishni boshladi? Birinchi o'rinda ikkita maymun, ya'ni maymunlar odamlarga sal o'xshab ketadi va oddiy odamlarga oddiy hol bo'lgan holatlarni ustidan kulishadi. Va men promptni tayyorladim. Mana ko'rishingiz mumkin, tayyor prompt. Prompt juda ko'p va uzun. Demak, bu yo'nalishdagi videoni tayyorlash uchun bizga prompt kerak bo'ladi va promptdan oldin ChatGPT ga biz yozishimiz kerak bir dona jumlani. ChatGPT plus bo'ladimi, oddiy bo'ladimi farqi yo'q, hammasida bir xil ishlaydi. Demak, men senga tayyor prompt yuboraman, sen esa hech nimani o'zgartirmasdan faqatgina suhbatdagi so'zlarni o'zgartirasan. Men esa mavzu beraman degan jumlani yuboramiz. Nega? Chunki birinchi o'rinda mana promptga e'tibor bering, o'ta murakkab prompt. Ya'ni bu prompt aynan sun'iy intellekt V3 uchun yozilgan. Kimda kim prompt injineringga qiziqsa, biladiki, har bitta sun'iy intellekt uchun alohida prompt yoziladi va promptda ham strukturasi bor. Hozir men sizga yana bir narsa aytaman. Sun'iy intellektni chuqurroq va o'z ustimda ishlayman deganlar uchun men yopiq Telegram kanal ochganman. Bu yerda aynan men millionlab ko'riladigan kontentni qanday yaratishni o'rgataman. Ya'ni birinchi o'rinda sizga video dars beriladi va video darsning ichida uyga vazifalar bo'ladi. Siz tushunishni boshlaysiz. Prompt qanday ishlaydi, nimalar qilish mumkin. Oddiy misol mana bu yo'nalish. Va bu yerda mana e'tibor qaratsangiz boshdan oxirigacha tushuntirib berganman. Strelkalar bilan nima qilish kerak va hozirgi vaqtda videolarni ko'rishingiz mumkin. Har xil yo'nalishlarni tayyor prompti bilan qanday qilib videolarni chiqarish mumkin. Mana e'tibor qarating. Va hammasi mutlaqo sun'iy intellekt bo'yicha tayyorlanadi va hammasi mutlaqo tekin saytlardan foydalanadi. Agar siz ham sun'iy intellektni o'rganmoqchi bo'lsangiz, yopiq Telegram kanalimda sizni kutaman. Demak, biz ushbu jumlani oldiga prompt yozamiz va mavzuni yozamiz. Ya'ni tarvuz mavzusi. Tarvuz mavzusi. Demak, men aynan jumlani oldiga tarvuz mavzusi deb promptni olib yubordim va xohlagan mavzuni yozishingiz mumkin. Va e'tibor qaratsangiz ChatGPT tushundi. Demak, zo'r tushundim, hech narsani o'zgartirmayman, faqatgina dialog, ya'ni suhbatni o'zgartiraman. Tarvuz mavzusiga moslab almashtiraman. Qolgani hammasi aynan o'sha qoladi. E'tibor qarating, obizyana 1, ya'ni birinchi maymun aytadi. Tarvuz deganda odamlar darrov yozni eslaydi birov, lekin tanlashni bilishmaydi deyapti. Ikkinchi maymun esa kulib aytayapti-da, ha-da, tashqarisiga taqqilatib ichida nima chiqishini bilmay olishadi. Ya'ni shunga o'xshagan har xil yuqorida aytganimdek, odamlar uchun oddiy holat, lekin maymunlar uchun g'alati bo'lgan mavzuni o'zi tushuntirib beradi, ya'ni o'zi ochib beradi. Va siz aynan mana buni olasiz va kopировать qilib olasiz. Va bizga Gemini kerak bo'ladi. Geminida siz bir kunda 3 ta videorolik tayyorlashingiz mumkin. Endi men o'ylashim bo'yicha hamma biladi Geminini ishlatishni. Agar kimda kim bilmasa, kommentariyaga yozib qoldiring va buni havolasini ham qoldiraman. Demak, instrumentdan biz aynan mana bu yerdan, to'g'rirog'i, sozdать videoni bosamiz. Нет, спасибо. Va aynan mana bu promptni olamiz boshdan oxirigacha mana. Kopировать qilamiz. Va aynan mavzusini o'zini mana bu yerdan kopировать qilib olamiz va mana e'tibor qarating. Mana bu dialog mavzusini o'zgartirib qo'yamiz. Opa, bosamiz. Va video tayyorlanishni boshlaydi. Video Gemini saytida generatsiya bo'lguncha Higgsfield sayti haqida kichik bir ma'lumotni aytmoqchiman. Bu yerda juda ko'plab sun'iy intellektlar to'plami bor. Oddiy misol mana image bo'limiga o'tsak, Higgsfield Soul bor, Nano Banana Pro, Seedream bor, ChatGPT Pro 5 bor, video bo'limiga o'tsak, mana Google V3 bor, Seedance bor, mana One 2.6, Kling 2.6 lar bor. Va bu umumiy sun'iy intellektlarning to'plami. Har xil saytlarga kirib o'tirmaysiz. Demak, men mana Google V3 ni tanlayman. Aytgan
aytgancha videoni boshidagi effekt mana shunda tayyorlangan. Bundan tashqari juda ko'plab effektlar bo'lgan va e'tibor qarating mana vov! Bu juda qo'rqinchli va bu haqiqatdan yaxshi. Ya'ni buni ham ishlatsam bo'lardi, lekin yuz o'ta o'zgarib ketgan. Mana shuni ishlatmoqchi edim o'zi aslida boshida, lekin oxirida sal gapirib yuborgan. Demak, biz nima qilamiz? Aynan model bo'limida tanlab olamiz. Oddiy misol mana Google Veo va Google Veo 3.1 Fast'ni tanlaymiz. Va bu yerda mana quality bor, ya'ni sifat bor va rotatsiya bor, ya'ni 16 ga 9, 9 ga 16, 8 sekund yoki 10 sekund. Yo'q, bu yerda 6, 4, 8 bor ekan xolos. Va mavzuni yuboramiz. Ya'ni mana buni boshidan mundoq qilib mana bu promptni yuboramiz. Keling, mayli mana shu osh haqidamidi bu adashmasam? Yo'q, bu telefon haqida ekan. Odamlar juda qiziq bro. Telefon qo'lida bo'la turib, uni qidirib yurishadi. Keyin topgach, voy cho'ntagimda ekan deyishadi degan mavzu ekan. Mayli, shuni ko'ramiz. Demak, hammasini belgilab o'chirib tashlaymiz va boshidan yozamiz. Demak, prompt yozganingizdan keyin mana bu knopkaga to'xtalib o'tmoqchiman. Multi shot nima? Agar buni yoqib qo'ysangiz, kamera o'zi qimirlaydi. Har xil joydan olib beradi. Bizga bu kerak emas. Ya'ni biz generate tugmachasini bosamiz va videomiz aynan animatsiya bo'lishini kutamiz. Demak, bizni videorolikimiz Gemini saytida generatsiya bo'ldi. Tarvuz deganda odamlar darrov yozni eslaydi, bro. Lekin tanlashni bilishmaydi. Ha-da, tashqarisiga taqillatib, ichidan nima chiqishini bilmay olishadi. Tarvuz Bu juda ajoyib. Ya'ni aynan maymunlar bizni odatiy holimiz ustidan kulishsa, haqiqatan ham bu trend. Ya'ni odamlar ko'radi buni. Agar sizga kerak bo'lsa, promptini Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Ya'ni biz videoni yuklab olamiz va aynan CapCut dasturiga o'tamiz. Demak, biz CapCut dasturiga aynan o'zimizni videomizni yuklab olamiz va timeline'ga o'tkazamiz. Va bu yerda biz kattalashtirib olishimiz mumkin. Mana bundoq qilib va o'zimizga kerakli aynan joyini topib olamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, maymun gapiryapti, pauza bo'ldi, Ctrl B va bu yerda bundoq qilib olamiz. Va qarabsizki, video tayyor. tarvuz deganda odamlar darrov yozni eslaydi, bro. Lekin tanlashni bilishmaydi. Ha-da, tashqarisiga taqillatib, ichidan nima chiqishini bilmay olishadi. Tarvuz deganda Mana bu yerda kulib turganda oxirida bundoq qilib, mana bundoq qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, chunki bu yerda bu ham kulgan. Bundoqroq qilib, tak, buni olib qo'yamiz. Mana. tarvuz deganda odamlar darrov yozni eslaydi, bro. Lekin tanlashni bilishmaydi. Ha-da, tashqarisiga taqillatib, ichidan nima chiqishini bilmay olishadi. Shunga o'xshagan ijodiy montaj qilishingiz mumkin. Biz esa Higgsfieldga o'tamiz va meni o'ylashim bo'yicha aynan videomiz mana tayyor bo'ldi. Demak, ko'ramiz. Odamlar juda qiziq, bro. Telefon qo'lida bo'la turib, uni qidirib yurishadi. Keyin topgach, voy cho'ntagimda ekan deydi. Odamlar juda qiziq, bro. Telefon qo'lida bo'la turib, e'tibor qarating, bu yerda aynan Google Veo 3.1 Fast yaxshi ishladi. Ya'ni Gemini'ni o'zi ham yaxshi, lekin mana bu saytdagi aynan model yaxshi ishladi. Aynan Telegram kanalida buni hammasini aynan prompti bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.